Bu Nargiza, u kelin. Nargiza eridan xafa, chunki eri uni qaynonasini zulmidan himoya qilmaydi va ular har kuni janjallashadi. Bu Davron, Nargizani eri. Davron ham onasidan ham ayolidan xafa. Uni hech kim tushunmaydi va bu xafagarchilikni qanday chiqarishni bilmaydi, har kuni asabiylashadi va janjallashadi. Bu esa qaynona. Qaynona ham xafa, ham o'g'lidan, ham kelindan. Uni ikkalasi ham tushunmaydi. Aslida qaynona nima uchun xafa? Chunki unga mehr, e'tibor, suhbatlashish, u bilan birga vaqt o'tkazish yetishmaydi. Chunki unga ham shunday munosabatda bo'lishgan, u boshqacha munosabat bo'lishligini bilmaydi. Davron nima uchun asabiylashadi? Chunki uni oilada na onasi, na xotini qadrlaydi. U o'zini har doim qadrsiz his qiladi. Nargizaga nima yetishmaydi? Nargizaga mehr, shirin so'zlar, seni yaxshi ko'raman degan Davronni daldasi va himoyasi yetishmaydi. Agar Davron unga shu so'zlarni aytsa, u qaynonasi bilan juda chiroyli munosabatlar o'rnatishga ham tayyor aslida. Aslida juda ko'p salbiy emotsiyalar ortida birgina narsa mehrga, muhabbatga, e'tiborga bo'lgan ehtiyojimiz turadi. Agar bir-birimizga shu ehtiyojlarni bera olsak, mana bunday vaziyatlar hech qachon bo'lmaydi. Bir-biringizga mehr bering.